ruhoniyning uyidan eshitilgan dahshatli qichqiriq. Kanadaning Ontario provinsiyasida Shimoliy Bruce nomli shaharcha bo'lib, uni mahalliy aholi shaytonning ini deb atashar ekan. Jon ismli bu odamning mana shu shahar bo'ylab qilgan izlanishlariga ko'ra, bu nom mana shu shaharda oldin yashab o'tgan g'alatiroq ruhoniy sababli paydo bo'lgan ekan. Bu joylarda sodir bo'ladigan paranormal holatlar esa mana shu ruhoniy uyida olib borgan har xil g'ayrioddiy ilmlar, irim-sirim faoliyatlari sababli kelib chiqa boshlagan ekan. O'sha ruhoniy mana shu uyda oldin yashagan ekan, lekin hozirda bu uyni hech kim sotib olishni xohlamayotganligi uchun u tashlandiq holatga kela boshlabdi. Shu sababli Jon mana shu uyni yolg'iz o'zi tekshirib ko'rmoqchi bo'libdi. Voqeaning boshida hammasi odatdagidek edi, lekin 20 daqiqa o'tgach yuqori qavatdan g'alati tovushlarni eshita boshlabdi. Bu ham yetmaganidek, Jon zinadan chiqayotganida bu ovozlar tinch bo'lib eshitilmay qolar ekan. Jon kimdir uni qo'rqitmoqchi bo'layotgan deb o'ylab, uydagi har bitta xonani tekshirishga qaror qilibdi. Lekin bir vaqt ovoz eshitilmay qolib, to'satdan yuqori qavatda mana shu qo'rqinchli holat sodir bo'libdi. It's floor open. Oh my God, Freelander. Hello? Is there somebody here? I'm not here to bother or rob anything. I was just here exploring. I thought it was a baby. Oh God! Oh shit! Kuzatuvchilarning fikriga ko'ra, bu ishni Jonni tanigan qandaydir odam uni ustidan kulib qo'rqitish uchun qilgan. Bundan tashqari, mahalliy qonunlarga ko'ra, tashlandiq uylarda va binolarda uysizlar yashashi taqiqlangan va bu qattiq nazorat qilinar ekan. Eng qizig'i, Jonga bu qandaydir notabiiy, g'ayrioddiy mavjudot bo'lib tuyulgan bo'lsa-da, bu shunchaki uysiz skvotterlar yoki-da bironta o'smirlar guruhi bo'lishi mumkin. Lekin eng qizig'i, siz nima deb o'ylaysiz? Jonni shunchalik tahdid qilib qo'rqitish kimga kerak bo'lgan? O'zingizni fikringizni va variantlaringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha